Jonson shkalasi bo'yicha savol berishgan. Tushunmaganlar uchun tushuntirishga harakat qilaman. Azospermiyada moyaklardan urug' chiqqanda, chiqmagan holatda biz u yerdan gistologiya to'qimi olamiz va gistologiyani baholaymiz. Ya'ni u ekiladi to'qimi. Ekilganda shu moyakda urug'ga aylanadigan hujayra bormi yoki yo'qmi? Birinchi savol. Agar urug'ga aylanadigan hujayra bo'lsa, u urug'ga aylanish uchun qaysi etapgacha yetib kelyapti? O'zi ko'p aytganman, 4 ta etapi bo'ladi. 4-inchisi bu spermatozoid hisoblanadi. Jonson shkalasi bo'yicha 3 degani odatda bu moyakda urug'ga aylanadigan hujayra bor va ikkinchi etapgacha yetib kelyapti. Hatto 3 ga ham o'tmayapti. Bunaqa holatda qolgan parametrlarga, ya'ni qolgan ko'rsatkichlarga qaraladi. Bundan tashqari bemorning anamneziga, qanaqa kasalliklar o'tgan, gormonal foni qanaqa, shularga qaraladi va shularni baholagan holatda hozirgi kun meditsinasi bo'yicha dars harakat qilamiz yoki yo'q harakat qila olmaymiz deb aytiladi. O'shaning uchun faqatgina Jonson 3 deganingizni o'ziga qarab turib sizda harakat qilsa bo'ladi yoki yo'q deb ayta olmayman.